Agar qovoq shunaqa foydaliligini bilganimda, yoshligimda oyijonim qovoqli taom berganlarida yemiyman deb to'polon qilmagan bo'lardim. Lekin endi bo'lajak doktor sifatida aytaman, qovoq bu haqiqiy tabiiy vitaminlar koni. U yurak faoliyatini quvvatlaydi, qon bosimini normada ushlab turadi, jigar va ichak faoliyatini yengillashtirib, detoks vazifasini bajaradi va immunitetni mustahkamlaydi. Uni tarkibidagi beta-karotin ko'z uchun foydali. C vitamini terini sog'lom qiladi. Magniy va temir esa asab va qon tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Shunaqa qilib qovoq mani sevimli sabzavotlarimdan biriga aylandi. Ko'rib turganingizdek, bugun bizda ujinga tыквенный krem sup, sabzavotlar duxovkadan chiqquncha sho'rva yoniga shunaqa avokadoli yengil va mazali salat. Pishgan sabzavotlarimizni blenderga solib, biz laktozli sut bilan однородный massa bo'lguncha aralashtiramiz. Bu tыквенный supni bir marta tayyorlab ko'rsangiz, uyingizdagi qovoqni yomon ko'radigan odam ham yoqtirib qoladi. Kuz faslida esa qovoqdan taom ayni muddao.